Hammaga salom. Bugun sizlar bilan seed terishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib bir ochasiz va advanced degan joyga kirib seed degan joyga 9 yozamiz va bosamiz. Mana buni bu yerga qo'ysak, hozir bu yerda esa temirchining uyi bor. Temirchining uyida nima yerda sandiq. Mana bizlar kelib olasizlar. Endi keyingi seedga olg'a. Hop. Endi chiqib yana bosamiz. Mana bu seedga 3 ta 1 yozamiz va bu yerda ikkita templening birlashgani chiqadi. Mana birinchi templeda juda ham ko'p narsalar. Hozir sholaylik. Shamiz. Mana sandiqda shunday narsalar bor. Juda ham zo'r bu. Hammaga o'xshaydi. Bemalol chiqib qilib ko'rishingiz mumkin. Endi chiqib, endi ikkinchi templni qaraymiz. Unda ham menimcha bu bilan narigi templ bilan bir xil narsalar chiqadi. On bilan bir xil narigi templ bilan bir xil narsalar chiqmaydi ekan. Bo'lmasam hozir zo'r narsa qilamiz. Zo'r qildim. Hayır, hamma